Haydovchilarning so'zlariga qaraganda 92 benzini hech qanday sifatli emas. Ammo ayrim bir mahallalarda xususiy korxonalar tashkil etilgani va mana shu xususiy korxonalarda sifatsiz benzinlari ishlab chiqarilayotgani haqida aytib o'tishyapti. Xo'sh, asl haqiqat haqida biz tahlil qilamiz. To'g'risini aytaman, ishomangiz hozir eshitkiziraman. Bor chirillash. Endi nimasini o'lchab ko'rganim yo'q. Bo'ladi, bir xilga joylarda o'zgarish bo'lyapti. 92 da. Haydovchilar avval AI80 va AI92 benzinlarini osongina ajrata olar edilar. Avtomobil harakatga kelishi bilanoq farq sezilar. Dvigatel ishidagi ovoz, tezlanish sur'ati va umumiy barqarorlikdagi o'zgarishlar yaqqol namoyon bo'lar edi. Oldingidaqa emas baribir. Oldingidaqa emas. Endi oldinga qaraganda yaxshi xilda-yu, lekin baribir sifati biz kutganchalik emas. Shuningdek, uzoq masofaga harakatlanishda ham farqi yanada sezilar. Sifatli yoqilg'i avtomobilning texnik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatar. Dvigatel qismlarining tez eskirishini oldini olar edi. Bu esa ko'plab haydovchilar AI92 benzinini afzal deb bilishar edi. 92 benzin bir xil zapravkalardan qo'yapmiz yaxshi. Endi bir xil joylardan qo'yapmiz, har xilda shu yomoni ham chiqyapti. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, so'nggi kunlarda Farg'ona viloyatida quyilayotgan AI92 benzini sifatiga nisbatan ham e'tirozlar paydo bo'lgan. Ular aytishicha, ayrim yonilg'i quyish shoxobchalaridagi AI92 deb sotilayotgan benzin amalda avvalgi AI80 benzinidan deyarli farq qilmaydi. Shu bois haydovchilar 80 benzinini 92 deb atab sotishyapti degan shubha va shikoyatlarni bildirmoqda. Farg'ona shahrida joylashgan neftni qayta ishlash zavodi xodimining so'zlariga ko'ra, korxona AI80 benzinini ishlab chiqarish haqiqatan ham to'xtatilgan. Ayni paytda zavodda faqat AI92 benzini ishlab chiqarilmoqda va uning sifati uchun korxona to'liq javob beradi. Ma'lum qilinishicha, zavodda qayta ishlab chiqarilgan benzin Farg'ona viloyatidagi atiga 2 ta avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasiga yetkazib beriladi. Shu sababli qolgan avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalarida sotilayotgan mahsulotlarni Farg'ona benzini deb taqdim etish noto'g'ri hisoblanadi. Fuqarolarning e'tirozlari inobatga olinib, O'zenergiya inspeksiya Farg'ona viloyat boshqarmasi hamda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Farg'ona viloyat boshqarmasi hamkorligida Farg'ona va Marg'ilon shaharlari, shuningdek Qo'shtepa tumanida joylashgan avtoyoqilg'i quyish shoxobchalaridagi AI92 benzini sifati tekshiruvdan o'tkazildi. Mutaxassislar har bir avtoyoqilg'i quyish shoxobchasidagi benzin saqlanadigan idishlardan namuna oldilar. Olingan namunalar maxsus shisha idishlarga quyilib, qopqoqlar mahkam yopildi va har biri tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Bu jarayon benzin sifatini aniq va xolis tekshirishni ta'minlashga qaratilgan. Bu namunalar O'zenergiya inspeksiyasining markaziy laboratoriyasiga yuboriladi. Sifati tahlillari batafsil o'rganiladi. Tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojning ko'payishi sababli metan gaz shoxobchalarining bekilishiga sabab bo'lgan. Endi vaqtinchalik faoliyat to'xtatib turibdi. Buni natijasida haydovchilar, ya'ni o'sha iste'molchilarni benzin mahsulotiga bo'lgan talabni ortishiga o'z-o'zidan sabab bo'ldi. Bu bundan kelib chiqadiki, O'zenergiya inspeksiya tomonidan hozirgi kunda nazorat tadbirlari mana shu avtomobillardagi yoqilg'i shoxobchalarida sotilayotgan barcha turdagi neft mahsulotlarining sifatini o'rnatilgan tartibda nazorat qilish uchun nazorat tadbirlari kuchaytirilgan. Kerak bo'lsa 24 soatlik ish rejimini tashkil qilganmiz. Biz olyapmiz, yuborilyapti. O'zenergiya inspeksiyasi boshqarmasi tomonidan bizga batafsil ma'lumot berildi. Ya'ni olib borilgan nazorat tadbirlarida avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarining 3 tasi sifatsiz 92 benzini sotilayotganligi aniqlandi. Ularga 940-sonli qonunda belgilangan o'sha sotilgan miqdorni 50% miqdorida jarimalar qo'llanishiga sabab bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, sotilayotgan AI92 markali benzinlarning barchasi ham sifatli emas. Shu o'rinda sifatsiz benzinni sotish, Qaqir hududidagi kichik korxonalarda qayta ishlayotgan yoqilg'ini Farg'ona benzini nomi ostida realizatsiya qilish, shuningdek AI92 o'rniga 84-87 akantli benzin sotish holatlariga yo'l qo'yayotgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari rahbarlariga qonun ustuvor ekanini eslatib o'tamiz.